100 штук 10 тысяч. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, ekskavator pogroshiy ishqibozlari. Bugungi mavzumiz, bugun klientlarimiz kelgan, Surxondaryoni qayerdansiz? Oltinsoydan akalar kelgan. Pogroshiga olib ketishga, ekskavatorlarimiz tugadi hammasi. Keyin sotuvda yangi ekskavatorlarimiz kelyapti. Ular podzakaz o'zining narxidan 10 ming arzon bo'ladi. Bir xillari даже 150 taliklari 20 ming arzoniga keladi podzakaz. Uni OLXda ham ko'rsalaringiz bo'ladi. Keyin nima Telegramda menga yozsalaringiz narxlarini aytaman. Даже pogroshilar ham 2000 arzoniga keladi podzakaz olib keltirsalaring. Eng yaxshi variant o'sha. Texnikani zakazga olish narxi juda arzonga tushadi shunda. Hozir akalarimizga beraman so'zni, ikki og'iz gapiradi o'zlari. Assalomu alaykum aka, ismingiz kim? G'afar Murtazaliman. Qayerdan keldingiz? Surxondaryo. Oltinsoy rayonidan. Pogroshiga olmoqchi bo'lib keldingiz. Ha, Bizdan tashqari aka, boshqa joylarda, boshqa salonlarda ko'rdingizmi? ko'rdik, hamma joyda ko'rdik. Solishtirdingiz. Solishtirdik. Eng yaxshisi arzoni shu arzakada ekan. Farqi 7 tonnaligida, yana motori 92 kilovatlik. O'sha Farqlari o'shanda, narxlarini ham chiroyli qilib berdik, to'g'rimi? Shu yana zemlaklarga nima deb qolasiz, nima tavsiya berasiz? Misol, texnika olmoqchi bo'lib qidirib yurgan bolalarga. qidirib yurganlarga tavsiya qilamiz. Mana shu yerdan arzakadan kelib olsalar, juda arzon, yaxshi, qulay Pulini yetmagan joylarni ham qilib beramiz. joylarga qaraydi ekan. Keyin kredit, leasing hammasi bor. Mana leasingga ham qilib beramiz. Mikro leasing bilan ishlaymiz. Boshqa xohlasalang, boshqa leasing bilan ham texnikalarimiz bor. Nimalarimiz tugadi. Ekskavatorlar tugadi. Agar kimga ekskavator kerak bo'lsa, 135 talik bor, 13 tonna, 13,5 tonna chiqadi u. Yuchay motor. Keyin 150 talik bor, Cummins motor. Unisi juda mustahkam ishlangan 150 talik. Ikkalasi ham lapalari ham bor. Narxlari juda arzon, telefon qilinglar. 70 mingga ekskavatorimiz bor. O'zbekistonda hech kim bu narxga sotmagan, sotmaydi ham. Podzakaz olib kelib beramiz. 70 mingga 0,6 kubalik kovushi bo'ladi, 0,7 qo'ysangiz ham bo'ladi. Keyin aksessuarlari gidromolot, transheyni kovush, planirovочный kovush, adapter, hamma narsasi komplektda mana shu narx ichida qo'shib beriladi. Shu akalar, shunaqa gaplar. Orada ancha uzilish bo'ldi. Video chiqara olmadik. Videolarimizni kuzatib boring. Like bosing, podpiska bosing, чтобы sizga o'xshagan klientlar, sizga o'xshagan texnika olaman deb yurgan bolalar O'zbekistonda, Rossiyada, boshqa davlatlarda ko'p kuzatadi. Hammaga maksimal ma'lumot tarqataylik. Hammani ishini rivojini bersin, hamma sog' bo'lsin, charchamanglar.